Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun qo'limda Asad Sulaymonning ikki parcha kitobi. Biri Tarim qovuqqa chekilganda, yana biri Takli makonga dumlangan ruh. Yaqinda Zulhayat O'tkirning Sayyohlar izidan nomli kitobining nashrdan chiqish munosabati bilan Asad Sulaymonning mazkur kitobga yozib bergan kirish so'zini o'qidim. Shuning bilan Asad Sulaymon o'z qo'li bilan menga bergan bu ikki kitob esimga kelib, kitobni tepib yana qaytadan bir o'qib chiqdim. Bu ikki kitob Asad Sulaymonning ilmiy maqolalari to'plami. Shunga bu ikki kitobni to'liq o'qib berish o'yim yo'q, ammo har bir kitobdan bir parcha maqolani o'qib diqqatingizga sunishni planladim. Bugun Tarim qovuqqa chekilganda degan bu kitobdan bir parcha asarni o'qiymiz. Asar sal uzunroq bo'lg'achqa ikki bo'limga bo'lib o'qib berishni o'yladim. Tarim qovuqqa chekilganda nomli bu kitob Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan 2002-yil 3-oyda nashrdan chiqqan. Asad Sulaymonning rasmi oldi bilan mazkur kitobga berilgan avtorning so'zini o'qiylik. Avtordan: Assalomu alaykum o'qirmanlar. Qo'lingizlardagi bu kitob yaqinqi mezgillarda yozgan ikki parcha cho'ng hajmlik yangi maqolamni asos qilgan holda ilgari e'lon qilgan, ammo to'plamga kirgizilmagan bir qism maqolalarimni tanlash natijasida yorug'likka chiqdi. Shuningdek, yangi asrdan buyanqi asarlarimning birinchi tomi bo'ldi. O'ylab baqsam, hayotimning manbasi bo'lgan 33 yilida o'ylaganlarim ko'p, javobsiz qolgan savollarim texmi ko'p ekan. Har qitim taksiz savollarga ko'milgidimda, qanoatlanarlik javob tepish uchun tarim cho'nqurliqlarga tinib ketgan ruhiyat olimimizning sirli qovuqini chekishga majbur bo'ldim. Har qitim ko'z oldimizdagi real dunyoning bizga taalluq bo'lmagan imkoniyatlari meni ortiqu bilan azoblig'inida uzoq o'tmishimizning nur chashmalaridan o'zimga tasalli istayman. Vaholanki o'tmish qanchalik sirliq, tarix qanchalik ulug', aslida qanchalik tatliq bo'lishidan qat'i nazar, ularning hammasi o'tgan zamonga mansub. Hayotda o'tgan kunlarning aslimasidan boshqa tasalli qolmagan xalq o'limga yuz tutgan bir qiyr bovayga o'xshaydi. Bizning o'tmishdan izlaydiganimiz yolg'iz tasallilar emas, balki navbatdagi hayotiy kuchimizni yengilab turadigan ruhiy energiyadir. Biz yashayapmiz. Milyonlagan odamlarga o'xshash yer sharining atmosferasidan nafaslanyapmiz. Mislsiz darajada yuqorilayotgan insoniyatning navbatdagi madaniyat qaynimiga qarab siljayapmiz. Qaraganda biz ko'nikkan tafakkur andezimiz bir maydon kaskin islohotga duch keladigandek turadi. Endi tar doiradagi raqobatdan qochadigan passiv psixik qurilmamiz bizni qo'g'day olmaydi. Reallikdan chatnigan ziyoda romantikimi urkigak ma'naviyatimizga malham bo'la olmaydi. Meningcha bizga hammadan zaruri to'noginki tatliq xotira yoki atki shirin manzara emas, balki biz e'tirof qilishni xohlamayotgan bugungi realligimizdir. Darvaqa, navbatdagi realligimiz bizni eng zo'r darajada tafakkurga majburlamoqda. Biz azaldan bugunning hammadan muhimligini bunchalik cho'nqur his qilib baxmagan. Sokrat shundoq deydi: tafakkursiz hayot yashashqimi arzimaydi. Yozganlarimning bugungi realligimiz uchun, o'zimizni tanishimiz uchun oz-to'la turtki bo'lsa-kan deb o'ylayman. Shunga har qitim qalamni qo'lga olganimda kuchli bir mas'uliyat tuyg'usini his qilaman.
Yazğanlarımның hammasi biz muhokama qilib atgan temalarga to'liqi bilan javob bera olishi notayin. Amaliyotda odamlar tarafidan yozilgan har qanday yetuk asarmi o'zi muhokama qilgan temaning mangulik hamda kam kutisiz yegona javobi bo'la olmaydi. Yazğanlarım navoda o'qirmanlarimni bugunimiz uchun fikr qilishga, o'zimizni qayta tonishga ilhomlantira olsa, Manga şunun özü kupayı. 2001 yıl sentabr Ürümçi. Mazkur kitapның mundarisiga qaraydigan bolsaq, buning da bir qancha cho'ng tema bor. Tarim qovuq chekilganda, bo'stonliq madaniyati va uning bugungi tarixiy qismati qatorliq. Men sizlarga mushu tarim qovuqi chekilganda degan cho'ng temadagi 3. bölüm əcnəbilərinin nəzirdəki Uyğur cəmiyyəti degan maqalını oxub beraman. Əcnəbilərinin nəzirdəki Uyğur cəmiyyəti 19. əsrinin keyingi yarımından etibarən O'rta Osiyo ekspeditsiya qizg'inligining ko'tarilishiga ergishib, g'arbdagi har qaysi ellardan turli salohiyatlar bilan ko'plagan chet ellik tavakkulchilar tarim o'ymonligiga keldi. Bularning ichida Rossiyalik Przewalski, Shvetsiyalik Sven Hedin, Angliyalik Avril Stein, Germaniyalik Lecoq va Groenewedel, Fransiyalik Pelliot hamda Yaponiyalik Otani qatorliqlar eng mashhurdir. Ular o'zlarining tarim o'ymonligida elib borgan mo'l samarlik ekspeditsiya faoliyati davomida o'z davridagi Uyg'ur jamiyatining umumiy ko'rinishini, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniyat jihatdagi ahvollarini kuzatdi. Yerlik Uyg'urlarning ijtimoiy turmushi va o'rib-odatlari haqida tafsiliy xotirlarni qoldirdi. Bo'libmi Sven Hedin, Albert von Lecoq, Nikolay Przewalski, Catherine McCartney, Gunnar Yaring, Aurel Stein qatorliqlarning Uyg'urlar haqidagi xotirlari nihoyat qimmatlidir. Ajnabiy tavakkulchilar o'zlarining ekspeditsiya faoliyati davomida yerlik Uyg'urlar bilan nurg'un kunlarni birga o'tkazdi. Ularning qizg'in kutib olishiga sazovor bo'ldi. Ko'plagan Uyg'urlar ularga yollanib, dasht bayovallarda yo'l boshlovchi bo'ldi. Mushu jarayonda Yevropalik tavakkulchilarning Uyg'urlar haqidagi ta'sirotlari dastlabki qadamda shakllanishga boshladi. Shunlashqa ular vataniga qaytgandan keyin o'zlarining kundalik xotirlarida, ilmiy asarlarda va tekshirish dokladlarida Uyg'urlar haqida tafsiliy to'xtaldi. Bugungi kunda bu asarlar bizning ayni vaqtdagi Uyg'ur jamiyatining umumiy ahvolini tushunishimizda muhim material sifatida rol o'ynamoqda. Ajnabiy tavakkulchilar o'zlarining tarim o'ymonliqidagi qidirib tekshirish faoliyati davomida har qaysi bo'stonliqlardagi Uyg'urlar hayotining nihoyat muhim sahifalariga shohid bo'ldi. Shundaqla 19. asrning oxirlaridan 20. asrning oldingi yarmigacha bo'lgan Uyg'ur jamiyatining iz sizmasini sezib chiqdi. Mushu tez sizmasiga asosan ajnabiy tavakkulchilarning nazaridagi Uyg'ur jamiyatining umumiy ko'rinishini tövandagi bir qancha nuqtalardan bayon qilish mumkin. Tez sizmasini sizib chiqdi. Hayada izlab qopdimi? Birinchi, O'rta asr uslubidagi sharq jamiyati. Diyorimizga kelgan mutlaq ko'p qism Yevropaliklar tarim o'ymonliqidagi necha asrlardan buyon go'yo to'xtam suvdek bir izda turib qolgan Uyg'ur jamiyatini O'rta asrning kayfiyatini o'zgartmay saqlab kelgan sharqdagi bir pinhon ko'znak deb tasvirlagan edi. Darvaqa,
Әжнәби тәвәккүлчеләр тарым уйманлыгының сырлык ковыгыны чекиштен ilgiri bu joy Yevropалыклар үшін келиш әң тәс болған. Чат әллекләрнең айыгы әң аз тәккән. Бекик bir район edi. Tarım oymanlıqıda parlaq qədimki zaman mədəniyyəti qum barxalları astığa yoşurunub yazsımı, lekin Yipək yolunun xarabilişiğə əgişib, bu yerinin ilgiriki qaynaq mənziresi əbədi yoqalğan idi. Bostanlıqlardaki şəhər bazarlar və yezi qışlaqlar özü təminləydiğən qalaq halətdiki natural egilikə tayinib, intayın tövən dərəcədəki iqtisadi formasiyasını saqlab kelabatdatdı. Ular ətrafdaki Asiya əlləri bilən bolğan nəhayət sus halətdiki soda və mədəniyyət əlaqəsindən başqa özlərini tüpdən hərəkətləndirib mağıdığan sirtqi uçur və inertsiyaya ega emas edi. Bu hal tarım oymalıqıda ictimai hayatının buruqturmalıqını, cəmiyyətinin alğı ilgirləş fürsətindən məhrum olub, bir izda uzaqça toxtab qelişini keltirib çıxarğan idi. Şu çağdaki hər qandaq bir şəhər, məyli Qashqar, məyli Xotan, məyli Yakan, məyli Turpan bolmusun, həmmisi də bir xil turğun halət davam qılmaqda idi. Günnaryarın 1929 yılındaki Qashqarning shahar manzarasi kayfiyatini mundaq deb tasvirlagan edi. 1929 yılı Qashqarga kelib, xuddi hozirgi davrdan o'ttir asrga ming bir kechini filmga elish uchun rastlagan ko'rinish ichiga kirib qolgandek bo'lib qoldim. Bu yerda ya avtomobil, ya motosiklet yo'q edi. Hatta velosipedmi ko'zga chaliqmaydi. Bozor atrofidagi qorong'u, torchuq ko'chalarni yo'ritadigan elektr chiroqlari yo'q edi. Qashqarda gazet yo'q edi. Matbaada besilgan kitob texmi yo'q edi. Mirzakotiblar chozi qurib o'ltirib, qo'lyozmalarni arab harflari bilan ratlik ko'chiratdi. Hamma yerda liq suv qachilangan to'lum çayşaqlarını dümbisiga artıb, su toşuvatqanlarını uçuratqılı bolatdı. Boyaqçı ustamlar yeplarını eşişdə işiltidigan badırlarını bir-birləb öyünün öyküsüge tizib atatdı. Tarçıq koçularda hər millət kişiləri minib yürətdi. Baylar və esilzadelər çıraylı, güllük, yopuq, şalça selinib, egerlengen pozor atlarga menib, mıgıldap turgan kişiler topunu yerib, uyaqdan bu yaqa ötüp yürətdi. Qol ilkede pul meli ancacık emaslar eşekki menetdi. Halbuki şəhər ahalisinin zor köpçülüki bolğan kembağallar piyada manatdı. Günnariya yarın sözünü davamlaştırıp yana mundaq deb yazıdı. Kişiler şu çağdaki Qashqarga o'xshash taza ro'naq tapqan o'ttir asr islom jamiyatini bugungi dunyoning hech qanday yeridan topolmaydi. Ilgari Afg'onistonda shundaq jamiyat xeyli uzoq mavjud bo'lgan bo'lsa-mu, biroq bundaq jamiyat hozirgi zamonning zo'ravonligi oldida u yerdami allaqachon barbod bo'lib ketdi. Afsuslanarligi shuki, qadimki Qashqar haqida kishini qanoatlantirgudek əsər yazıdığan adam çıxmağan. O yerdeki bazarlarını, aşı bazarlarını dəvr qılıb şəkillənən turmuşunu təsvirləydiğan adam çıxmağan idi. Bu günlər yarının Qashqarga qaytı səfər namlıq kitabıdan elanğan özündülər. Xoş. Qashqarda 17 yıl turgan Angliya konsulunun xanımı Makartini xanım öz xatiresiga Qashqar təsiratlarını mundaq deb yazğan idi. Qashqarga yeni bargan çığımda bazarda chet el malları yo'q deyarlik edi.
intayın baylarla esil kiyingenini hesapqa almaganda, adamlarning köpüncisi şu joyda to'qilgan qil matadın kiyim kiyatdi. Uçaklarda Rossiyada işlengen kündəlik buyumlar tepilmaydı. Qantmu kamçil edi. Şuna bu şəhərning əsrlərdən buyan konu qelibni saqlab kelganligi, ko'chalari, bozorlari va örüp odatlarının konu beti turganligini o'ylasa, odamga to'liq qiziq to'yiladi. Bu yerdagi odamlarning kiyinishi, yemek ishmagi, turalg'u o'ylari ajdodlarninkidan hech qanday farq qilmaydi. Bizning bu yerga kelgandagi sayohat shaklimizmi Marco Polo'ning 13-asrda Qoblay xanning ordisiga kelguncha bu joylardan o'tganiga o'xshab ketadi. Bu Marktini Kasrinning Qashqarni aslayman degan kitobidan ilingan ariya ekan. Mana bu ajnabiylarning qalami ostidagi yurtimizning texim to'g'riraqi o'rta asri uslubiga ega Qashqarning tez sezmisi edi. Bu tez sezmiga Yevropaliklarning sirliq sharq haqidagi g'oyibona ta'sirotlarimi singan edi. Ikkinchi, ajnabiy tavakkulchilarning sharqdagi jannati. Yeni dengiz yo'li echilib, Yepak yo'li xarablashgandan keyin O'rta Osiyo va Tarim o'ymonligi garchi dunyodagi tashlandiq rayonlarning biriga aylanib qolgan bo'lsa-mu, lekin Markaziy Osiyo ekspeditsiya qizg'inligining ko'tarilishi bu rayonning insoniyat tarixidagi muhimligini qaytadan tonitdi. Bunun bilan uzoq Asiyanın dasht bayovallarga o'ralgan bu rayon bir top ajnabiy tavakkulchilarning jannatiga aylandi. Bu yerning mo'l madaniyat yodgorliklari, qum ostiga ko'milgan qadimki shahar xarobelari, alohida jug'rofiyalik tuzilishi va iqlim alohidligi, yerlik aholilarning murakkab irqiy tarkibi, shuningdek ko'zni qamashtiradigan folklor madaniyati g'arb tavakkulchilarining diqqatini jalb qildi. Yevropa va Amerikadagi o'xshamagan ellardan kelgan ko'plagan arxeolog, biologlar, taqqichqichilar, antropologlar, axborot to'plag'uvchilar, tilshunoslar, sayyohlar, boylik izlaguvchilar, diplomatiya xodimlari birining keyindan biri iz besib bu yerga yetib kelishdi. Shundan boshlab Asiya qit'asining kindikidagi bu sirliq makon bir top ajnabiy tavakkulchilarning sharqdagi jannatiga aylandi. Rossiya bilan Buyuk Britaniya imperiyasining Qashqarda turishliq konsullari o'zlarining diplomatiya va siyosiy jihatdagi manfaat talashish kurashlaridan boshqa yana bu yerning madaniyat yodgorliklarini qo'lga tushirish jengidimi yetkicha qo'rsoq so'qishtirdi. Svenheden, Avril Stein va Albert von Lecoq qatorliqlar o'zlarining Markaziy Osiyoga qilgan mo'l samarlik ekspeditsiyasi davomida nom chiqardi hamda dunyodagi katta shaxslar qatorida tonildi. 19-asrning oxirgi chorikidan 20-asrning 30-yillargacha bo'lgan jarayon O'rta Osiyo va Tarim o'ymonligi ekspeditsiyasining oltin davri bo'ldi. Bu jarayonda qalbida tavakkulchilikning yolqinlari lavildab turgan bir top ajnabiylar o'zlarining uzundan buyon ko'rayotgan shirin tushlarini amalga oshirish uchun Tarim o'ymonligining har qaysi bulunqishqoqlarida keng ko'lamli qizish elib bordi. Bunda qizish ma'lum ma'nodan aytganda yerlik aholilarning irqiy va madaniyat jihatlaridagi alohidliklarini tekshirish bilan yo'g'rilib ketdi. Shunlashqa Tarim o'ymonligida elib berilgan uzun mezgillik ekspeditsiya faoliyatlari amaliyotda ajnabiylarning Uyg'ur jamiyatini tushunish va tadqiq qilish jarayoni bo'ldi. 3. O'xshamagan irq va millatlarning ko'rgazmaxonasi.
Diyorimizga kelib turli tekshirishlarni elib borgan ajnabiy tavakkulchilarni hammadan hayron qoldirgani bu yerdagi yerlik aholilarning murakkab irqiy va etnik tarkibi bo'lgan edi. Chunki Tarım oymanlıqidagi Uyg'urlarni asos qilgan etnik turkumda Yevro Osiyo cho'nquruqliqidagi o'xshamagan irqiy tiplarning o'xshamagan darajadagi alomatlari mujassamlangan edi. Ularning badan tuzilishi va vujudida tipik O'rta Osiyo va Kavkaz irqining ro'shan alomatlaridan boshqa yana Tarım oymanliqidagi qadimki aholilarning irqiy alomatlari saqlangan edi. Qashqar haqida cho'nqur ta'sirotga ega Angliya konsulining xonimi Makartini Kasrin mundaq deb yozadi. Qashqardagi aholilarning taqturqi va chiroy shakli xilma-xil. Yevropaliklarga xos alohida belgilar oz to'la uchraydi. Ayollar qovul, baslik, kelishgan, chiroyli bo'lib, chiroyidan bir xil esil sifatligi chiqib turadi. Qirg'izlarning yuzi yapaloq, ma'zi qip-qizil ekan. Yandan qarashqa afg'onlarning yuz kupti, so'zuq va aniq ko'rinadi. Yana Hindi dindagi va islom dindagi hindistonliklarmi, xanzularmi bor edi. Ba'zida oltin chashliq, dengiz suyidek zangar ko'zliklarmi uchrab qoladi. Ular ehtimol Aryan qenidikilar bo'lishi mumkin. Qashqarda kishilar qashqarliklarning zodi qaysi irqqa tava ekanligini osonlikcha deb bera olmaydi. Chunki necha ming yillardan buyon o'xshamagan irqdagi kishilarning taraf-tarafdan kirishi bilan bu yerdagi kishilarning qeni xiyla shalg'utlashgan. Bu yerdagi qiz-cho'qonlar nihoyatda chiroyli, jazibilik. Ba'zi o'g'il bolalarmi bek kelishgan. Bo'libmi o'ri ko'zrak kelgan 12 yoshlardagi o'g'il qizlar nihoyatda go'zal. Ular do'xava, chit raxtlardan kiyim, yarishimliq to'moq, do'ppilarni kiysa, italyanlarga yoki ispanlarga o'xshab ketadi. Albert von Lecoq Turpan rayonidagi qidirib tekshirish davomida yerlik xalqning irqiy aloyligi haqida mundaq qurlarni yozdi. Şinjanning yerlik aholisi bir xil aralashma holatdagi shalg'ut irqqa mansub bo'lib, nurg'un sayohatchilar ularning chiroyidagi Yevropa irqiga xos bo'lgan alohidliklarga diqqat qilgan edi. Ularning orasida ba'zi kishilarning ko'zi qo'ng'ir, hatto ba'zilarining ko'p-ko'k bo'lib, navoda Yevropaliklarning kiyim kechkini kiyib, Yevropa shaharlarini aylansa, hech kim ularning g'ayri Yevropa ekanligidan gumonlanmaydi. Prjivariskiy Xotan bo'stonligi bilan Keriya bo'stonligidagi va Qurum tog'lari atrofidagi Uyg'urlarning irqiy aloyligi haqida mundaq yozgan edi. Bu xalqlar Janubiy Şinjanning yerlik aholisi bo'lib, Tarım o'ymonligining sharqiy janubidagi bo'stonliklar va tog'liq rayonlarda yashaydi ekan. Ular o'zlarini machinliqlar deb ataydi ekan. Bularning ichida tog'liq rayonlarda yashaydigan machinliqlarning irqiy sopligi nisbatan yuqori bo'lib, bo'stonliq va shaharlardagi aholilar nisbatan siliq, sipoy keladi ekan. Sap machinliqlar Mo'ng'ul irqi bilan Aryan irqining qo'shilishidan hosil bo'lgan shalg'ut turkum bo'lib, Aryanlarning tarkibi ustunroq o'rinda turadi ekan. Bo'stonliq va shaharlarda yashaydigan machinliqlarda boshqa nurg'un etnik guruhlarning ta'siri bo'lg'achqa, sirtqi qiyofati unchalik gavdalik emas ekan. 1886-yildan 1894-yilgacha bo'lgan oraliqda Jungoning g'arbiy qismida ko'p qadim ekspeditsiyalik tekshirish elib borgan angliyalik Young Husband Qumildagi antropologiyalik tekshirishi haqida mundaq yozgan edi. Men Jungoning sharqiy qismidan yo'lga chiqib 2400 kilometr mang'andan keyin g'arbiy diyorining bo'sog'isidan o'tdim.
hamda yangi tipdagi irqiy aloyidliklarga ega kishilarni uchirtishga boshladim. Bu yerdagi Uyg'ur erlarining bo'yi nisbatan egizroq, badan qurilmasi Mo'ng'ullarda kuchli ekan. Yuz tuzilishi yumaloqroq bo'lib, Mo'ng'ullarga selishtirganda sal so'zinchoqroq keladi ekan va ravrus ko'rinadi ekan. Biroq Qashqar va Yakanlarga selishtirganda salopiti susroq, pamparositi va sazgurligi tuvanroq hamda tuz keladi ekan. Qumulning Muzg'ay degan yerida men yana Uyg'ur ayollarining taq turqiga diqqat qildim. Ular yuziga upi anglik surtib, putini bo'g'digan Xanzu ayollarigami, yanaq so'ngiki burtib chiqqan Manju ayollarigami, shuningdek yuzi yo'g'on keladigan aqli bo'shi qashonroq Mo'ng'ul qizlarigami zodili o'xshamaydi ekan. Bu yerdagi Uyg'ur ayollari chiroyli, chechan keladi ekan. Gretsiyalik yoki İspaniyalik ayollarga selishtirganda ularning chiroyini unchalik qaramtul degili bo'lmaydi ekan. Omaq ruxsari, qapqara qo'y ko'zlari xuddi rasmlardagi parizotlardek odamni o'ziga jalb qiladi ekan. Yarışımlıq kiyim kiyib, ikki tal uzun o'rimi chash qo'yib oladi ekan va beshiga qizg'uch do'p kiyib oladi ekan. Bundaq yasanganda ular texmi nazokatli ko'rindi ekan. Bu Arya Yanghazbandning Pamir'dagi ekspeditsiya xotirasidan ilingan ekan. Xo'sh. Buningdan ko'rib olg'ili bo'ladiki, ajnabiylarning nazirdagi Uyg'urlar tarim o'ymonligidan iborat bu o'xshamagan irqiy va etnik turkumlarning cho'ng tugminida yo'g'irlib chiqqan. Texcha takammulashish bosqichida turayotgan murakkab etnik birlik edi. Ularning vujudida Markaziy Osiyodagi qadimgi millatlarning, jumladan Aryallarning, Sikif saklarning, G'ollarning, Turklarning, Parislarning, shundaqla Mo'ng'ul idlarining o'xshash bo'lmagan nisbatdagi xurushlari bor edi. Ular Yevropa, Osiyo cho'nquruqligidagi ikki irqning, Yevropa irqi bilan Mo'ng'ul irqining o'zaro qo'shilish faslida shakllangan edi. Shunlashqa ularning badan qurilmasi va chiroy shaklida har ikki irqning alomatlari tepiladi. Hatta Yevropa irqiga xos alomatlarimi xeylilar ustunlikni egallaydi. Tarim o'ymonliqida O'rta Osiyo ekspeditsiya qizg'inligi ko'tarilishga boshlagan 19-asrning oxirgi yerimidimi Qashqar, Yakan, Xotan qatorliq soda nisbatan jonlangan shaharlarda Uyg'urlar bilan qo'shni ellardan kelgan Osiyo muhojirlari Anjallıqlar, Buxaralıqlar, Afg'onlar, Kashmirliklar va Hindilarning jiddiy ravishda yo'g'irilishi davomlashyapti. Çoqan Varixanovning bergan ma'lumotlaridan qaraganda 19-asrning o'rtalarida Qashqariyaning yerlik aholisi taxminan 600 ming atrofida bo'lib, ularning ichida Osiyo muhojirlari bilan Shalg'utlar, ya'ni Uyg'urlar bilan qo'shni ellardan kelgan musulmonlarning to'ylishidan shakllangan aralashqanliklar 145 ming atrofida ekan. Bu son o'z davridagi Qashqar umumiy aholisining 4dan 1 qismini tashkil qiladi ekan. Shunlashqa Yaponiya ekspeditsiyachi Tajibana o'z davridagi Qashqarni ko'rib, Qashqarga yig'ilgan millatlar va o'xshamagan irqiy aloylikka ega kishilar nihoyatda ko'p bo'lib, bu yer ba'ayni bir irqlar bozoriga o'xshaydi ekan. Davlat tavalligidan elib aytganda, bu yerda Jungoliklar, Rossiyaliklar, Angliyaliklar va har qaysi ellardan kelganlar bor ekan. Rossiyaliklarning ichida ruslardan boshqa yana Samarqandliklar, Anjonliklar va Toshkentliklarmi bor ekan. Jungoliklar bilan Angliyaliklarning ichidami o'xshamagan millatdagi kishilar bor ekan.
O'xshash bo'lmagan etnik turkumidagi nurg'un aholilar bu yerga to'plashib, Markaziy Osiyodagi irqiy muzeyni hosil qilgan ekan. To'rtinchi, unutilgan dunyo tarafidan tashlab etilgan millat. Uyg'ur jamiyatining yaqinqi zamondagi baxtsiz kechirmishi va sonsizligan riyozatlari ularni o'zlarining ichki ma'naviy energiyasidan mahrum qilib qolmasdan, balki yana dunyo bilan bo'lgan oraliqini yiroqlashtirib etgan edi. Şunlaşqa O'rta Osiyo ekspeditsiya qizg'inligi ko'tarilib, Yevropalik tavakkulchilar bu yerga kelishga boshlagan ashu davrlarda Uyg'urlar o'z tarixidagi eng bechora holatda turib o'tadi. Nurg'un ajnabiylar bu yerga kelishi bilan go'yo o'zlarini zulmatlik o'rta asrga berib qolgandek his qilishgan edi. Shundoq, bu yerda zamonaviy turmush aslahalari yo'q edi. Maşinlashgan qatnash qurollari yo'q edi. Butkul millatni tarbiyalaydigan ma'arif sistemasi va madaniy kayfiyat texmi yo'q edi. Bu yerda faqat oyig'i besiqmaydigan jidal yig'iliqlar, o'qib tugamaydigan tova istig'forlar, davr o'zgarsimi, qilib o'zgarmaydigan ijtimoiy ramkalar, odamni hayratda qoldiradigan nodonliklar hukm surmoqda edi. Mana shundoq bir davrda uyg'oq Yevropa bilan g'aflatda qolgan Uyg'ur jamiyatining dastlabki dialogi boshlandi. Bir to'p ajnabiy tavakkulchilar o'z tarixiy va milliy madaniyat meroslariga nisbatan qilchimi haqdorlik tuyg'usi bo'lmagan, hozirgi zamon engi va raqobat iqtidoridan mahrum qolgan, o'z atrofidagi boyitqa passiv holda moslashib yashaydigan bu chechilongo millatni sirtdan ko'zitishga kirishdi. 1887-yili diyorimizda tekshirish ilib borgan Angliyalik Young Husband yakandagi Uyg'ur jamiyati haqida mundaq deb yozgan edi. Yakan mening bu qitimliq Shinjongga qilgan safarimdagi eng oxirgi bozor. Shundaqla men eng inchki tekshirish ilib borgan joylarning biri. Shunga men bu joy haqida ko'rgan anig'anlarimning hammasini yozib chiqdim. Bu yerdagi yerlik aholilar o'zi ta'minlaydigan tabiiy egilikka tayinib, bir xil tinch ham to'xtam suvdek o'zgarmas turmush kechiradi ekan. Qatma-qat tog'larning qo'rshovidan shakllangan tabiiy jug'rofiylik to'siq ularni sirtqi dunyodan keladigan rahimsiz raqobatdan chetda qoldiribdi. Singan neniga shukr qilib yashaydigan turmush usuli ularni hamma narsaga parvosizlik bilan qaraydigan, vaziyatdagi o'zgarishlarning ta'siriga unchalik uchrab ketmaydigan qilib qo'yibdi. Gerçi bu yerda nurg'un yig'iliqlar, inqiloblar yuz berib tursa-mu, ammo bu ishlarning mutlaq ko'pchiligi sirtdan kelguchilarning o'yini hisoblanadi. Bir hukmronning o'rniga yana birsi o'ltirishi, sulollar almashish deganlar bilan yerlik aholining unchalik kori yo'q edi. Bu o'zgarishlarning hammasiga ular bir xil parvosizlarcha inkas qaytaradi. Buningdan har qanday odam tabiiy holda mundaq xulos chiqaradi. Bundaq millat raqobatga bardoshlik bera olmaydi. Ular yerga bog'langan ushshaq dehqon yoki jiroqni mo'lcharlay olmaydigan elib satarlar xolos. Yer terish va ushshaq ibtidoiy tijoratdan boshqa ulardan cho'ng ishlarni kutgili bo'lmaydi. Ular kichikkina bir dunyoga qamalgan. Sirtqi ellardagi o'zgarishlarni tushunmaydi. Qashshoq hayotiy kuchi yo'q. Ular faqat bu yerdagi tor muhitga passiv holda moslashib, o'z ro'zg'orini o'z yeridan olsila kupoyi. Qandaqli bo'lmasin, kun kechirish ularning turmush mezoni. Her qandaq bir vaqa ularni qo'zg'ata olmaydi, ularni sag'ita olmaydi.
Albert von Lekokmu mundaq deb yazdı. Bu yerdə ma'rif uqumi intayin sus. Əgər bar deyilsə, həcələb oquş və yeziş bilanla çəklənidu xalas. Lekin həmmi kişi degidək bir qism hesaplash bilimlərini bilidu. Bütkül Uyg'urlar rayonida birərmi basmaxana yoki matbaa əslihələri yox. Əməliyyatda ularning qalisi intayin ötkür bo'lib, əgər də ularga yaxşı bolğan tərbiyələş fürsəti yaratıb berilsə, çoxum çoğ nəticələr yarata alaydı. Bu milletning tədrici zəifləşib ketişinin səbəbi dəl bu yerning həmmili yerdə uçratqılı boladigan və cəmiyyətning hər qaysı qatlamlarına singib ketgan qaşşaqlıq, tushkunlik hamda aldamçılıqdır. Lekok yana Turpandagi ahvollarni əslab mundaq deb yazdı. Biz Turpanga kelib, bir mezgili ötkendan keyin bu yerdeki yurt kattilari bizni daim yo'qlab turdi. Bir kuni biz tushgan uyga Qozaxon va bir qancha yurt mo'tivarlari keldi. Biz ularni hurmat, ehtirom bilan kutib oldik. Biroz vaqt o'tgandan keyin ular gap ochdi. Taqsir ikkilari yiroq ellərdən bizning yurtimizga musafir bo'lib kelishibdilar. Shunga bu yurtda bundaq bo'ytaq pete yurislar qamlashmas. Eng yaxshisi uy o'chaqliq bo'lib, boshlarini o'ngshib elishsalar. Biz mushu vajidan keldik. Biz allaqachon to'y qilib bo'lgan oilamiz bor, dedik hayronlik ichida. Unisi bizga ma'lum efendim. Biroq ikkilarining mazlumlari bu yerdan nihoyatda yiroqda qoldi. Er kishi safarga chiqib 3 oydan keyin xotinsiz yursa, shariatga xilof bo'ladi. Bizning yurtimizning xotirjamligi buziladi. Shunga bu yerda qayta nikohlanmoqlari barhaqdir. Agar xolislar Qoziqo'jam bilan oxunimning qizlarini amirlariga erlashdilar, deyishdi ular soqollarini silishib. Bu gaplarni anglab biz nihoyat o'ng'aysiz ahvolda qoldik. Hamda nima deyishimizni bilolmay bir haza turib qoldik. Yurt kattilarining bu taklifini qanday qilib ularning ko'nglini og'irtmagan holda rad qilg'ili bo'lar ha? Men oldi bilan ularga tashakkurimni bildirdim. Ondan mundaq dedim. Hurmatli oqsoqollar, sizlarmi bilasizlar? Bu yerda Jungo hukumatining amballari bor. Ular har haftada bir qitim bizning davlatimizning Beijingda turishliq bosh elchisiga bizning bu yerdagi ahvolimizni ma'lum qilib turadi. Bosh elchi bo'lsa, bizning ahvolimizni Berlindagi Germaniya podshohiga yetkazadi. Bizning davlatimizning qonunida bir erkakning faqat bir xotin elish belgilangan. Navoda Germaniya podshohi bizning bu yerda yana xotin elib to'y uy o'chaqliq bo'lganligimizni anglab qolsa, sizlar deb beqinglar bizni qandoq jazoga tortishi mumkin? Yo'q, bilmaymiz taqsir, deyishdi ular soqollarini yana bir qitim silab. Əmsə mən deb beray. Hər birimizni yoğan kaltak bilan 25 qitim urdu. Ular gepimni anglab bizning davlatimizning atalmış jazosidan cho'chib ketishdi va nihoyatda afsuslanganligini bildirib ketib qolishdi. Günnar yarın özünün 1929-yılı 9-ayda Qashqardagi O'rdam mazırını ziyorat qilgan chog'dagi kechirmishlarini eslab mundaq deb yozdi. Biz Mabiga o'ltirib, Dushanba degan kichik bozorga keldik. Ondan bozorni piyoda aylandik. Kishilar bizdan qattiq hayron bo'lishdi. Ilgari bir kimning
Farangiz, yani Farang, yani Yevropalik ko'rganligi hech kimning esida qolmabdi. Bir top kishilar orqamizdan agishib dangicha bordi. Ular dangi kirgandan keyin to'xtab bizning yurish turishlarimizni ko'z tutishga boshladi. Atsi bizni ikki xanzu yo'qlab keldi. Ulardan birining bo'yi nihoyatda egiz, o'zi ovoq bo'lib, baayni iskeletdakli edi. Birli ko'zi bor, qo'li qumi pang edi. Uning qiyofati odamning esidan osonlikcha chiqmaydi. Ular ikkisi go'rixona xo'jayinlari ekan. Biz qonalg'udan yo'lga chiqib, ikkinchi kuni o'tanga borganda kishilarning heliqi ovoq iskeletni podshoh deb ataydiganligini bildik. Chunki u go'rixona ichib bir qancha yilda nihoyatda ko'p mol dunyo yig'ib olgan ekan. Biz ikkinchi kuni Otchiq degan joyga yetib bordik. Bu yerdagi aholilarmi Dushanbedagiga o'xshash bizni ko'rgili dangi yig'ildi. Biz ulardan burun Yevropaliklarni ko'rmaganligini so'rasak, kichkimda bir parangni ko'rgandim deb javob berdi ulardan birayli. Men o'qigan kitobimga asosan ashu Yevropalikni Angliya arxeologi Avril Stein bo'lsa kerak deb o'yladim. Taxminan buningdan 25 yil burun u bu yerga kelgan edi. Hamrohim Torenkust ulardan bu yerda yana kimlar borligini so'raganda ulardan biri. Faqat birli xanzu bor deb javob berdi. Torenkust yana uning nima ish qiladiganligini so'raganda ular go'rixona xo'jayini deb javob berdi. Shu munosabat bilan gap jazoni berish va o'sim foyda olishga yetkeldi. Islom dinining qoidasida jazoni xo'rliq qat'iy ma'ni qilinadi. Bu yerdagi Uyg'urlar bu belgilimiga qattiq amal qiladi ekan. Lekin kishilar doim qarz ilishga to'g'ri kelgachga islom diniga e'tiqod qilmaydigan go'rixona xo'jayinlaridan qarz ilishga majbur bo'lgan. Bu yerdagi jazonixo'rlar hamma yerda bor edi. Ularning ko'pinchisi yo xanzular, yo hindilar edi. Ular qilcha yo'l qo'ymasdan jazonixo'rlik qilib foyda oladi. Men dangdikilarga qarab, biz bir ishdan to'limi hayron qoldik. U bo'lsa-mu, sizlar musulmon turib, hojatmand bo'lganda bir-biringlarga yordam qilmaydi ekansizlar, dedim. Kishilar to'pi ichidagi yuraklik biri yuqori ovozda. Go'rixonaning xanzu xo'jayini bir musulmon yana bir musulmonga bir gazcha keladigan qo'tas quyruqini berishdanmi xolimaydi degan edi. Dedi. Ulardan qanchalik jazoni to'laydiganligini so'rg'inimda, heliqi odam yana mundaq deb javob berdi. U 1 tonga 8 tanga beradi. Bir haftadan keyin 12 pul to'laymiz. Muboda 6 oydan ishib ketsa, go'riga qo'ygan 4 tonni qaytirib ola olmaymiz. Go'rixona xo'jayini tonni setib etdi. Men shu chaqda kishilarning Dushanbedagi heliqi ovoq bir ko'zlik odamni podshoh deb otishining qilchilikmi, hayron qolg'uchiligi yo'q ekan deb o'yladim. Mana bu ajnabiy tavakkulchilarning qalami ostidagi o'z davridagi Uyg'ur jamiyatining kishini to'limi o'kindiradigan realligi edi. Ular dunyoni tushunmaydi. O'zini mi tushunmaydi? Do'stini mi bilmaydi? Dushmanini mi bilmaydi? Dunyo haqidagi yangi uchurlardan bo'lsa, tamoman bexabar edi. Cheklik bo'stonliqlardagi cheklik yerlarga bog'lanib, avlodma-avlod o'zgarmaydigan turmush muhiti ichida yashab kelgan edi. Shunlashqa ko'plagan Yevropaliklar ularni boshqalar tarafidan unutilgan, dunyo tarafidan tashlab etilgan millat deb bilgan edi.
Xo'sh, bugun mushunchalik o'qib beray. Davomig'a diqqat bergaysiz. Xayr, xo'sh, omon bo'ling. Kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr, xo'sh.